Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz bitta xonadonimiz ataplinasini bitirdik. Ataplina mana temir ataplina bo'lgan ekan. Bu oldingi holati. Ayvan ataplina bo'lmagan ekan, nargo'ylar ataplina bo'lmagan ekan. Xo'p, mana temir ataplinaga mana bunday o'tib ketgan temir ataplina. Yoqqa ketgan katta yo'lga. Biz temir ataplinaga mana kran qo'ydik bitta. Padacha kelyapti. Padacha kelib ayvonga chiqib ketyapti mana ayvonga chiqib mana padachamiz registrdan bunaqasiga yurib, yana obratkadan qaytib, obratkadan tagidan qaytib mana bunday kelyapti. Narigi xonada ham registrimiz bor mana kelyapti obratkamiz. Ketdi mana ulanib ketyapti. Narigi xonamizda ham bor. Narigi xonaga ham bitta registr qilganmizlar, ulib yuborganmizlar. Buni vazifasi buni ochib yuborsanglar mana oldingi sistema bo'laveradi. To'g'ri samotoy sistema ishlayveradi. Narigi uylarimizda shaytoni to'g'ri kelmaganligi uchun bitta nasos qo'yib shunaqa variant qilib berdik. Mana buni bundoq qilib qo'ysa bet bo'g'ib turadi. Narigi uylar ataplinlari isib kelib bundan chiqib ketaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, murojaat qilaversalar, temir ataplinaga uylarimni qo'shishim kerak deydiganlar bo'lsa, mana arzon, qulay variant, tez bitadi ham sifatli.